kulib yurgan odam ha usta. Albatta. Shofyor bo'lsa mashinasini avariya qilib olmas ekan-a. Albatta-da. Qassob bo'lsa qo'lini kesib olmas ekan-a. Shunaqangi. Ustozlarimiz bejiz aytishmaganda, kuling do'stlar umringiz uzoq bo'ladi deb. Yashang. Bu Qo'qon askiyachilarda Albatta vatani o'chog'i hisoblanadi, bo'ladi. to'g'rimi? Shunday. Vatani hisoblanadi, askiyachilar juda ham buyuk askiyachilar Qo'qondan chiqqan-a. Albatta-da. Yo'raxon Po'latov, Akramjon Anvarov, Ne'matjon Toshmatov, Yo'ldoshxon Nosirov sana beramiz sen juda ko'p. Juda ham ko'p. Ustozlarda bir chiroyli gapi esga tushib ketdi-da. Aha. Bu shaharga 2 vagon dori darmon kelgandan Ha. ikkitagina qiziqcha askiyachi kelgani 1000 dardga davo deyishganda. Albatta-da. Azizxon, Jalabey. bu bizni bu yerda tanimaydiganlar bor ekan. Bir-birimizni tanishtirib yuboramizmi? Tanishtirib qo'yaveramiz. Bilganlar Halimjon kelibdi deydi-da. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar o'rmondan maymun qochib kelib qopti deydi. Bilganlar mana shu yerda Akbarjon ustoz bilan askar qilyapti ekan deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar betingizni o'ydim chuquriga qarab turib oqlab qo'ygan devorga nos tupurib yuboribdi deydi. Bilganlar Azizxon kelibdi deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar yo'q digar gaplar qo'nyapti o'rtaga deydi. Bilganlar usta sizni ham soraskiyachi ekan deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar men yerda bedana tovuq nima qilyapti deydi. Bilganlar Halimjon kelibdi deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar quturgan it kelib Azizxon talayapti ekan deydi. Bilganlar Akbarjon ustoz bilan askar qilyapti ekan deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar bitta shimpanze morojina yeyapti deydi. Bilganlar Azizxon kelibdi deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar bir san'atkor xizmat qilib chiqib ketibdi-yu, asbobi qolib ketibdi deydi. Bilganlar Akbarjon usta kelibdi deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar tuyaqish sahnada nima qilyapti deydi. Halimjon aka, Nabey? bu san'atkorlarimiz bir-biridan chiroyli ashulalarda aytishyapti. Albatta-da. Havasingiz keldimi? Bo'lmasamchi. Bir biz ham ashula qilsak qalay bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Ijroda yaxshi bo'larmidi? Albatta-da. Qani bir boshlanchi yo'lga O'zim boshlab boraman-da, Azizxonni bilagidan ushlab ashula qilib qolaman-da. Nima? Bilagayim anjanli deb. Men ham ustani qo'lidan ushlab chiroyli ashula qilib qolaymi? Nima deb? Ko'k jiguli deb. Halimjon akam ham chiroyli ashulalar aytayotgan. albatta. Qizlarga qarab ashula aytyapti. Nima deb? Malohat deb. Hali yaxshi ko'rib qoldingizmi? Albatta-da. Mana Azizxon hamchi Ha. Zopaka kirib olib ashula qilyapti. Nima deb? Nima deb? Maymunga qarab, bolaligim seni sog'indim deb. Usta siz ham zaparga kira ashula qilyapsiz. Nima deb? Maymunga qarab. Nima deb? Sen kimsan, men kimman deb. Halimjon akam ham zapakda ko'rib qoldim, chiroyli ashula aytdilar. Nima deb? Nima deb? Maymunni dumidan tortib ashula qilyaptilar, seni osmonimga olib ketaman deb. Mana hurmatli o'rtoqlar, ozgina narsa ham kulish oldi, yana navbatda san'atkorlarga bersak. Ha, marhamat. Talabdorlar bo'lsa yana Ayollar xizmat qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.